Ey inson, biroz sekinroq. Kuniga 3000 marta qo'rqitaverma. Stress ham, qahva ham yetib turibdi. Biroz tinchlik berdi. Nafasni chuqur ol. Osilib qolgan qorning bilan ishlay olmayapman. Har 10 daqiqada bir marta chuqur nafas bog', shuni senga aytishdan charchadim. Sigaret chekma. Men tozalovchi emasman, axlat qabul qiluvchi korxona emasman. Fast food, shirinlik, kechki ovqat, oq non, suv ber. Kun bo'yi choy, kola, sharbat, suvchi. Men filtrman. Ko'proq suv ich yaramas. Men o't pufagiman. Har kuni yog'lar bilan kurashaman. Bir kun tiqilib qolaman, ko'rasan. Ovqatlanishni tartibga solmasang, mendan o'pkalama bola. Men hazm qilishga ulgurmasimdan, sen to'g'ri ekan narsani yutasan. Iltimos, sifatli ovqat yegin. Men oshqozon osti beziman. Shakarni, shirinliklarni kamaytir. Insulin ishlab chiqarishdan charchadim. Bir kun o'zingni yeb bitiraman. Men ovqatingdagi vitaminlarni sug'urib olishim kerak. Noto'g'ri ovqat, stress va har xil kimyoviy dorilar meni o'ldirayapti, nomard. Ey insonlar, ovqatlanishni tartibga soling, harakat qiling, suyuqlik iching. Ichki shifokor o'zingizda. Bizga yordam bering.